Chernogoriya o'zbeklarga vizasiz rejimni bekor qildi. Sabablari va natijalari. So'nggi yangilik. Chernogoriya hukumati O'zbekiston fuqarolari uchun avval joriy etilgan vizasiz rejimni bekor qildi. Bu qaror ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Keling, nima sababdan bunday o'zgarish yuz berganini birgalikda ko'rib chiqamiz. 2023-yilda Chernogoriya bilan O'zbekiston o'rtasida turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtinchalik vizasiz rejim joriy qilingan edi. Bu fuqarolarga qisqa muddatli safarlarda bemalol kirish imkonini bergan. Ammo bu imtiyoz doimiy emas, vaqtinchalik bo'lgan. 2025-yil 9-oktyabr kuni Chernogoriya hukumati rasmiy yig'ilishda yangi qaror qabul qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston, Armaniston va Misr fuqarolari uchun vizasiz rejim 29-oktyabrdan boshlab bekor qilinadi. Bu qaror 2024-2027 Reform Agenda, ya'ni mamlakatning islohotlar dasturi doirasida qabul qilindi. Asosiy sabab Yevropa Ittifoqiga talablariga moslashish. Chernogoriya hozirda Yevropa Ittifoqiga qo'shilish jarayonida bo'lib, Yevropaning 24-bobi viza siyosati talablariga amal qilishi shart. Shu sababli u vizaviy tartibni kuchaytirishga va xavfsizlik nazoratini oshirishga qaror qildi.